Bugungi kunda yurtimizda qurilish ishlari ko'lami tobora kengayib bormoqda. Shu bilan birga qurilish chiqindilarini to'g'ri boshqarish masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayrim hududlarda bu chiqindilar maxsus poligonlarga emas, yo'l chetlari va bo'sh yerlarga tashlanmoqda. Hatto daryo bo'ylariga to'kish holatlari ham kuzatilmoqda. Bu esa nafaqat atrof muhit, balki inson salomatligi uchun ham xavf tug'diradi. Aslida esa mamlakatimizda chiqindilarni qabul qiluvchi 141 ta poligon faoliyat yuritmoqda. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi qurilish chiqindilari poligoni kuniga 1000 tonnadan ortiq chiqindi qabul qilish imkoniyatiga ega. Qurilish chiqindilarini qabul qilish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish faoliyatini yo'lga qo'yganmiz. Toshkent shahar va Toshkent viloyati hududlarida qurilishdan hosil bo'lgan chiqindilarni qabul qilamiz. Korxonamizda qabul qilingan chiqindilarni saralab, ulardan turli xil polimer, plastik, qog'oz, yog'och va boshqa mahsulotlarni qayta ishlab chiqarishni yo'naltiramiz. Shuningdek, tuproq chiqindilarini ham saralab, undan tosh va beton mahsulotlarini ajratib, qayta ishlashga yo'naltiramiz. Hamda ikkilamchi mahsulot ishlab chiqaramiz. Birgina 2025-yil kompleksimizga 540 ming tonnadan oshiq qurilish chiqindilarini qabul qilinib, shundan 65%, ya'ni 350 ming tonnasi ikkilamchi mahsulot sifatida qayta ishlab chiqarishga erishganmiz. Chiqindilarni belgilangan joyga tashlash juda muhim, chunki belgilanmagan joyga tashlangan chiqindilar tuproqni zararlaydi, ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda poligonlarning umumiy maydoni 1271 gektardan oshadi. Ular sanitariya talablariga asosan aholi yashash hududlaridan uzoq joylashtiriladi. Biroq ayrim hududlarda qurilish chiqindilarini belgilanmagan joylarga tashlanishi hamon kuzatilmoqda. Eslatib o'tamiz, bunday holatlar qonunchilikka ko'ra javobgarlikka sabab bo'ladi. Noqonuniy chiqindi tashlaganlarga yirik miqdorda jarima qo'llanilishini eslatib o'tamiz. Agar ushbu holat takroran sodir etilsa, chiqindi tashishda foydalanilgan transport vositasi ham musodara qilinadi. Qadrli yurtdoshlar, agar siz belgilanmagan joyga chiqindi tashlash holatlariga guvoh bo'lsangiz yoki ekologiyaga oid har qanday huquqbuzarlikka guvoh bo'lsangiz, zudlik bilan ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga va quyidagi bot manzilimizga murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, ekologiyani asrash har birimizning burchimizdir.